Oh, kechiring. Sen zodi kim? Qizimning yotog'ida nima ish qilasan, ha? Bu zodi nima ish, ha? Dada. Bu yerda nima ish yuzmadi? Gap qil. Bu mening qiz do'stim. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Eg'izing kelganda jo'ylama. Qandoq jur'at qilyapsan, ha? Sen Kezman, yürü. Dada. U endi kichik bola emas. Sizning bu mani ep ketishga huquqingiz yo'q. Nima? O sizning qizingiz. Shuni Uni kim deb qolding? Ikram. Ikram, qo'yib bittami? Qirqib qolsam, undaqda chatoq bo'ladi. Faqat yaxshi olmaydi. Qalay. Uni qo'yib bering, o degan mening dadam. Dada. Dada, bundoq qilmang dada. Dada, aytinib qalay bir qitim bo'lsa gapimni anglab qo'ying. Dada, aytinib qalay biz ketaylik dada. Bir qitim bo'lsa gap. O Madive adabiyot magistri 2-yillik o'quvchisi. Menga hozirla uni darhol. Bu maktabda o'quvchilarning muhabbatlashib, lag'aylab yurish uchun qurdingizmi? So'zingizga diqqat qiling. Bularning hammasi aspiran, Qur'onga yetgan bolalar. Biz ular Nima degan xalita? Muallim, o'quvchilarni bunday charkan. Bo'ladi. Men ozroqmi parvo qilmayman. Menga u qo'shilmagan ahvolda yo'tkilish isboti chiqarib uning kelgusini nobud qilsam bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Agar u o'zi xolisa darhol uningga beraman. Bu nima qiladi? bu. Dada. Dada. Dada, turib turing gapimni anglab beqing. Sizdan aytinib qolay dada, aytinib qolay dada. Dada, bana bilan karingiz bo'lmasin. Gapimni anglang dada, aytinib qolay. Menga oxirgi bir qitim fursat bering. Aytinib qolay dada. Men o'zim yolg'iz seni beqib cho'l qildim. Dada. Opa bo'lmasinmi? Sen uchun barliq ishlarni qilib berdim. Hayotimni sana otadim. Bilaman, aytinib qolay dada. Agar hozir men bilan maqmasa, men eshikdan chiqqan shu daqiqada mendek dadangni baliqni o'tib ketsam bo'ladi. Dada, aytinib qolay. Yana bir oydan keyin darsimni cho'qim tamomlab bo'laman dada. U eshakka bormaydi. Qanday qilgan bo'lsa shunday qil. Uni men qo'llayman. Sen dunyodagi eng nachar dada. U sendan o'qishni davomlashtirishni o'tinayotdi. Sen ozroqmi parvo qilib qo'ymading. Odamning ko'nglini elashtir. Yo'qincha qilni o'zingga qilib ol. Ikram, aytinib qolay bu yerdan keting. Dada, aytinib qolay mening gapimni anglang. Aytinib qolay dada. Dada. Menga oxirgi bir qitim fursat bering dada, aytinib qolay. Sen Hey. Hey. Qo'zim. Ha, uyga berib kelay. Hozir o'rlashtirish patdi. Aytman qaytib kelishdan burun bu meni holda yaxshi xabar e'lon. Meningcha uning dadasi qisqa vaqt ichida qaytib kelmaydi. Lekin biz aniq bir narsa deyamaymiz. Agar u rostla qaytib kelsa, uni bu mag'a yaqinlashtirmanglar. Ma'qul. Shunda Bo'ladi, biz ansira to'g'ri bo'l. qilamiz. Xotirjam bo'l. O'zingni asra. Apandi, oldingizda baxijilman. Menga ozroq vaqt bering. Men sizga cho'qim bir yangi xotir kompyuter ep beraman. Buning zarurati yo'q. Xotir kompyuterdan ansirmasangiz ham bo'ladi. Hech qisi yo'q. Bola vaqtingizda ota-onangiz siz uchun barliq qarorlarni chiqardi. Bular to'g'ri. Lekin biz cho'ng bo'lgandan keyin ular yana biz uchun muhim qaror chiqarishga urinadi. Bizni Qur'onga yetganlar qatorida ko'rmaydi. Bu to'g'ri emas. Chunki bu qarorning oqibati sizning turmushingizga ta'sir ko'rsatadi. Bu nuqtani mangu esingizda tuting. Bundoq desam ko'nglingizga mang. Lekin dadangizning kontrol qilish istagi noyati kuchli ekan. Bu men bilan munosabatsiz. Lekin nima o'rgangingiz bor? To'y qilishni xohlamsiz yoki kim bilan qachon to'y qilasiz? Mayli, davomli xizmat qilishni xohlamsiz yoki qilmamsiz? Faqat sizning qaror chiqarish